Assalomu alaykum aziz obunachilar, hurmatli Umid.uz kanalimizda ashaddiy muxlislari. Sizlarga o'zimni bog'imdan syomka qilishga harakat qilaman. Sababi juda ko'p joylarga syomkaga boradigan bo'lsak, narx-navolari haqida ichcha muammo bo'ladi. Ya'ni hech kim narx-navosini aytgisi kelmaydi. Bir kimlargadir bir nima desa bo'ladi, qiynalchilik tug'dirib qo'yadi yoki oluvchiga yoki sotuvchiga bir muammoli vaziyat bo'lib qolmasin deb narx-navo indalmaydi-da. Shuning uchun men o'zimni bog'imdan xudo xolasa mana uzumlarimiz xudo xolasa uzilish jarayonida uzilyapti, yashiklar upakovka bo'lyapti. Imkon qadar oluvchi va mana shu bog'bonimiz, mana shu bog'imizga qarab beradigan bog'bonimiz va o'zimiz sekin suhbatlashib sizlarga narx-navolarni, dogovor qanday bo'lgan, qanday baraka qilindi shular haqida imkon qadar to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Videolardan yiroqlashmanglar, tez kunda to'liq video Umid.uz kanalida chiqadi. Salomat bo'linglar.